E'tibor bergan bo'lsanglar, nega homilador bo'lolmayapman degan savolga bir nechta variantlarni keltiryapman, sabablarini. Mana bu holat ham aynan shu sabablardan bittasi. Qizimiz turmushga chiqqanlariga atigi 7 oy bo'lgan va homiladorlik kuzatilmaganligi uchun o'ziga keldilar. Tekshirganimizda mana bu bachadonimiz ko'rib turganingiz va ichida yarqirab turgan holatlar bu poliplari. Bachadon ichida polip bor ekan, bu ayolda homiladorlik bo'lmaydi. To'g'ri tushundinglar, hatto qizlarimizda ham polip kuzatilishi mumkin. Bachadon ichi polipi bo'lgan ayollarimizda har safar hayz kelganida katta laxtalik ajralmalar kelishi mumkin. Odatda ham bu normada ham bo'lishi mumkin, lekin polip bo'lganda bu laxtalarning miqdori ko'proq bo'ladi va uzoqroq vaqt davom etadi. Agar sizda shunday laxtali ajralmalar hayz vaqtida ko'p bo'lsa, og'riqli hayz bo'ladigan bo'lsa va plus homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lsa, unda yaxshiroq mutaxassisda transvaginalniy UZI tekshiruvini o'tkazishingiz shart.